Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Kommunal to'lov bekor qilindi. Prezident buyrug'i chiqdi. Endi svet, gaz, suv puli to'lanmaydi degan gaplar ko'payib ketdi. Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Chunki kommunal to'lovni deyarli hamma to'laydi. Elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, issiqlik chiqindi. Ko'p qavatli uyda yashovchilar uchun boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat to'lovlari. Shuning uchun hozir aytadiganlarimni diqqat bilan eshiting. Chunki noto'g'ri tushunib, to'lovni to'xtatib qo'ysangiz, keyin qarzdorlik, penya, ogohlantirish, hatto tarmoqdan uzilish kabi muammolar paydo bo'lishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday muhim yangiliklarni oddiy xalq tushunadigan qilib, hujjat, tartib va amaliy qadamlar bilan tushuntirib boraman. Avvalo eng asosiy gapni aniq aytaman. Kommunal xizmatlar uchun to'lovlar butunlay bekor qilingan degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Elektr energiyasi, gaz, suv yoki issiqlik xizmatidan foydalangan odam odatda iste'mol qilgan miqdori uchun haq to'laydi. Bu qoida saqlanib qoladi, chunki elektr stansiyalar ishlaydi, gaz tarmoqlari xizmat ko'rsatadi, suv nasoslari, quvurlar, avariya brigadalari, hisoblagichlar, ta'mirlash ishlari bor. Bularning hammasi xarajat talab qiladi. Lekin oxirgi paytlarda xalq orasida to'lov bekor bo'ldi degan ibora ko'pincha boshqa ma'noda ishlatilmoqda. Masalan, ayrim holatlarda noqonuniy hisoblangan qarzdorlik bekor qilinishi mumkin. Ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga kompensatsiya yoki yordam berilishi mumkin. Ayrim joylarda kommunal tashkilotlar xato hisoblagan summani qayta ko'rib chiqishi mumkin. Ba'zi qarzdorliklar bo'yicha sudsiz undirish, asossiz penya qo'shish, iste'molchi roziligisiz majburiy xizmat puli yozish kabi amaliyotlarga chek qo'yilishi mumkin. Mana shu holatlar bekor qilindi degan xabar sifatida tarqaladi. Avval qanday edi? Ko'pchilikda shunday vaziyat bo'lgan. Odam oylab to'lov qilib keladi. Bir kuni shaxsiy kabinetga kirsa yoki kassaga borsa, kutilmaganda 500 ming, 1 million, hatto 3 million so'm qarzdorlik chiqib turadi. Bu qayerdan keldi desa, eskidan qolgan. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan, normativ bo'yicha hisoblangan, tekshiruvda aniqlangan, penya qo'shilgan deb javob berishadi. Oddiy odam esa nima qilishni bilmaydi. Pulni to'laymi, shikoyat qilaymi, dalil yig'aymi? Yana bir og'riqli masala, uyda hech kim yashamasa ham suv yoki chiqindi uchun to'lov yozilishi. Masalan, qishloqdagi uyda faqat yozda yashaydi, lekin yil bo'yi chiqindi to'lov keladi. Yoki kvartirada 2 kishi yashaydi, tizimda esa 5 kishi ro'yxatda turgani uchun normativ bo'yicha ko'p summa hisoblanadi. Yoki hisoblagich buzilgan bo'lsa, tashkilot birdaniga katta miqdorda normativ yozib yuboradi. Hozir o'zgarayotgan yondashuv shundan iboratki, iste'molchining huquqi ko'proq himoya qilinishi, hisob-kitob shaffof bo'lishi, asossiz yozilgan qarzdorliklar qayta ko'rib chiqilishi, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga yengillik berilishi kerak. Asosiy qism nimalarni bilish kerak. Kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak. Men sizga buni juda sodda qilib ajratib beraman. Birinchi toifa, kommunal xizmatdan foydalangan va hisoblagich bo'yicha to'lov qilib kelayotgan fuqarolar. Masalan, sizning uyingizda elektr hisoblagich bor, oyiga 1 kilovoltda elektr ishlatdingiz, tarif bo'yicha to'lov qildingiz. Bunday holatda siz to'lov bekor bo'ldi deb o'ylab, keyingi oyni to'lamay qo'ymang. Chunki iste'mol qilingan xizmat uchun to'lov bor. Bekor bo'lgan narsa, agar bo'lsa, asossiz qarzdorlik, xato hisob, noqonuniy penyaga noto'g'ri hisoblangan summa bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, kutilmagan qarzdorlik chiqqan fuqarolar. Mana bu toifadagi odamlar albatta tekshirishi kerak. Masalan, siz har oy elektr uchun 100 ming so'm atrofida to'lab kelgansiz. Bir kuni ilovada 1 million 200 ming so'm qarz chiqdi. Siz darhol to'lab yubormang. Avval shaxsiy hisob raqamingiz bo'yicha to'liq ko'chirma so'rang. Qaysi oyda qancha iste'mol yozilgan, qaysi kunda hisoblagich ko'rsatkichi kiritilgan, kim kiritgan, penya bormi, qayta hisob-kitob qilinganmi? Agar qarz eski davrga tegishli bo'lsa, uning asosini talab qiling. Har qanday tashkilot qarzingiz bor deyishi mumkin, lekin bu qarz hujjat bilan asoslanishi kerak. Uchinchi toifa, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Bular ijtimoiy himoya yagona reyestriga kirgan oilalar, kam ta'minlanganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ko'p farzandli va og'ir sharoitdagi xonadonlar bo'lishi mumkin. Bunday oilalarga ayrim davrlarda davlat tomonidan kompensatsiya, moddiy yordam yoki maqsadli subsidiya berilishi mumkin. Lekin bu ham hamma to'lovlar nol bo'ldi degani emas.
ko'pincha yordam aniq mezon asosida beriladi. Oila reyestrida turishi kerak, daromad darajasi o'rganiladi, kommunal to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar tekshiriladi. Shuning uchun bunday oilalar mahalla, ijtimoiy xodim, inson markazi yoki tegishli idoraga murojaat qilib, o'z holatini aniqlashtirishi kerak. 4-toifa uyda yashamayotgan, lekin kommunal to'lov yozilayotgan fuqarolar. Masalan, bir odam Toshkentda ishlaydi, viloyatdagi uyda hech kim yashamaydi, suv hisoblagichi yo'q. Chiqindi bo'yicha odam soniga qarab to'lov yozilyapti. Bu holatda men yashamayman, demak hech narsa to'lamayman deb o'tirish to'g'ri emas. Siz rasmiy ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Uyda yashamaslik holatini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Vaqtincha ro'yxatdan o'tgan joyingiz, ish joyidan ma'lumotnoma, mahalla dalolatnomasi, elektr yoki suv iste'moli nolga yaqin ekanini ko'rsatadigan ma'lumotlar. Shundan keyin ayrim xizmatlar bo'yicha qayta hisob-kitob qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Endi aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Nodira opa oyga o'rtacha 6000 so'm gaz to'lab kelgan. Qishda isitish mavsumida 250 ming so'm bo'lgan, lekin bahorda ilovada 1.800.000 so'm qarz chiqdi. Tashkilotga borsa, hisoblagich ko'rsatkichi oldin noto'g'ri kiritilgan, endi to'g'rilandi deyishdi. Bu yerda Nodira opa nima qilishi kerak? U qani, qaysi sanada ko'rsatkich olingan, kim dalolatnoma tuzgan, men imzo qo'yganmanmi, hisoblagich rasmlari bormi deb so'rash kerak. Agar dalolatnoma yo'q, iste'molchiga xabar berilmagan, faqat tizimda bir raqam o'zgargan bo'lsa, bunday qarz bahsli hisoblanadi. Bahsli qarzni darhol to'lash shart emas, avval yozma javob talab qilinadi. Ikkinchi misol, Akmal aka kvartirada 2 kishi yashaydi. Lekin suv bo'yicha hisoblagich yo'q, tizimda 5 kishi ro'yxatda. Har oy suv uchun 1000 so'm chiqyapti. Aslida 2 kishilik iste'mol ancha kam bo'lishi kerak. Bu holatda Akmal aka pasport ma'lumotlari, ro'yxatda turuvchi shaxslar haqida ma'lumot, uyda haqiqiy yashovchilar bo'yicha mahalla dalolatnomasi bilan suv ta'minoti tashkilotiga murojaat qilish kerak. Eng yaxshi yechim esa hisoblagich o'rnatish. Hisoblagich bo'lsa, necha kishi yashaydi degan bahs kamayadi. Qancha ishlatsangiz, shuncha to'laysiz. 3-misol, Dilshodning uyiga chiqindi xizmati bo'yicha 600 ming so'm qarz yozilgan. U esa biz bu xizmatdan foydalanmaymiz, mashina kelmaydi deydi. Bu yerda ham masala nozik. Agar hududda chiqindi olib ketish xizmati tashkil etilgan bo'lsa, to'lov hisoblanishi mumkin. Lekin xizmat real ko'rsatilmasa, jadval bo'lmasa, konteyner bo'lmasa, mashina kelmasa, fuqaro dalil yig'ishi kerak. Fotosurat, video, qo'shnilar bilan dalolatnoma, mahalla tasdig'i, murojaatlar nusxasi. Xizmat ko'rsatilmayapti. Shuning uchun hisob-kitobni qayta ko'rib chiqing deb yozma ariza berish kerak. Og'zaki gap bilan qarz bekor bo'lib qolmaydi. 4-misol, bir pensioner onaxonning uyiga elektr bo'yicha 900 ming so'm penya qo'shilgan. Asosiy qarz 30 ming, penya 30 ming. Agar penya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, agar vaqtida xabarnoma berilmagan bo'lsa, agar to'lov tizimidagi nosozlik sababli pul o'tmagan bo'lsa, bu holatni tekshirtirish mumkin. Ayrim hollarda penya kamaytirilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Lekin buning uchun hujjat kerak. To'lov cheki, bank ilovasidan skrinshot, operator javobi, ariza nusxasi. Kim xavotir olishi kerak? Agar sizda katta qarzdorlik chiqib turgan bo'lsa, hisoblagich ko'rsatkich tizimdagi raqamdan farq qilsa, uyda yashamaydigan odamlar uchun to'lov yozilayotgan bo'lsa, xizmat ko'rsatilmay turib pul talab qilinayotgan bo'lsa, siz albatta harakat qilishingiz kerak. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizda hisoblagich bor, iste'mol aniq, to'lovlar o'z vaqtida, qarzdorlik yo'q, unda vahima qilishga hojat yo'q. Lekin baribir oyma-oy shaxsiy hisobingizni tekshirib boring, chunki xato har qanday tizimda bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik tomon, prezident buyrug'i degan ibora. Odamlar ko'pincha har qanday yangilikni shunday ataydi. Aslida tartib-qonun, farmon, qaror, nizom, vazirlik buyrug'i yoki mahalliy hokimlik qarori orqali belgilanadi. Shuning uchun sizdan iltimos qilaman. Kimdir to'lov bekor bo'ldi desa, darhol qaysi hujjat, raqami nechi, qaysi sana, kimlarga tegishli deb so'rang. Rasmiy hujjatda kimga, qaysi muddatga, qaysi xizmat bo'yicha, qanday shart bilan yengillik berilishi aniq yoziladi. Agar bu ma'lumot yo'q bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Ikkinchi nozik tomon, kommunal to'lov bilan qarzdorlikni adashtirmaslik. To'lov bu hozirgi iste'mol uchun haq. Qarzdorlik esa oldingi davrdan qolgan yoki hisoblangan summa. Ba'zan aynan qarzdorlikning bir qismi bekor qilinadi.
yoki qayta hisoblanadi, lekin joriy to'lov saqlanadi. Sizning eski 2 million so'm bahsli qarzingiz tekshiruvdan keyin 700 ming so'mga tushirildi. Bu yaxshi yangilik. Lekin shu oy ishlatgan 120 ming so'mlik elektr uchun baribir to'laysiz. Uchinchi nozik tomon hisoblagich bo'lmasa, bahs ko'payadi. Hisoblagichsiz uyda tashkilot ko'pincha normativ bo'yicha hisoblaydi. Normativ esa real iste'moldan ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, 2 kishi juda tejamkor yashaydi, lekin normativ bo'yicha 4-5 kishi kabi summa chiqadi. Shuning uchun men ekspert sifatida doim aytaman. Imkon bo'lsa, elektr, gaz, suv hisoblagichlarini so'z holatda saqlang. Muddati o'tgan bo'lsa qiyoslovdan o'tkazing. Plombasiga tegmang, ko'rsatkichni o'zingiz ham suratga olib boring. Har oyning oxirida hisoblagichni telefoningizga rasmga oling. Bu rasm keyin sizni katta qarzdan qutqarib qolishi mumkin. 4-nozik tomon. Og'zaki va'da huquqiy kuchga ega emas. Tashkilot xodimi kelib, "Opa, xavotir olmang. Qarz bekor bo'ladi" desa ham siz yozma javob oling. Telefon orqali hal qilib beramiz deyishsa ham ariza raqamini oling. Chunki ertaga boshqa xodim kelib tizimda qarz turibdi deydi. Sizda esa isbot bo'lmaydi. Har bir murojaatni yozma yoki elektron shaklda qiling. My.Boqqukov.uz tashkilotning rasmiy sayti, JAL markaz hududiy bo'lim orqali murojaat qilganda raqam beriladi. Shu raqamni saqlang. 5-nozik tomon. To'lov qilayotganda shaxsiy hisob raqamini adashtirmang. Ko'p odamlar Klik, Payme, bank ilovasi orqali to'lov qiladi. Bir raqam xato ketdi, pul boshqa hisobga tushdi. Keyin sizning hisobingizda qarz turaveradi. Agar shunday bo'lsa, darhol to'lov chekini olib, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma murojaat qiling. Bankdan to'lov tasdig'ini oling. Pul qayerga tushganini aniqlatib, qayta o'tkazish yoki qaytarish bo'yicha ariza yozing. Men to'laganman deyishning o'zi yetmaydi, chek kerak. 6-nozik tomon. Ijarada yashovchilar. Ko'p ijarachilar kommunal to'lovlarni egasi nomidagi hisobga to'laydi. Keyin uy egasi qarz qolibdi dedi. Yoki aksincha, ijarachi ketib qoladi. Qarz uy egasiga qoladi. Shuning uchun ijara shartnomasida kommunal to'lovni kim to'lashi, qaysi sanagacha to'lashi, hisoblagich ko'rsatkichlari topshirish qabul qilish dalolatnomasida yozilishi kerak. Masalan, ijarachi kirgan kuni elektr hisoblagich indiki 2 kilovolt, gaz 2300 kub, suv 5-6 kub bo'lsa, shu raqamlar yoziladi. Chiqib ketganda yana yoziladi. Shunda tortishuv kamayadi. 7-nozik tomon. Xususiy uy va ko'p qavatli uy farqi. Xususiy uyda odatda elektr, gaz, suv chiqindi alohida hisoblanadi. Ko'p qavatli uyda esa umumiy mulkni saqlash, lift, yerto'la, tom, yo'lak chiroqlari, boshqaruv kompaniyasi xizmati kabi to'lovlar bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar men 1-qavatda yashayman, lift puli to'lamayman deydi. Bu masala uy egalarining umumiy qarori, shartnoma va amaldagi tartibga bog'liq. Agar to'lov asossiz bo'lsa, uy egalarining yig'ilishi bayonnomasini, boshqaruv kompaniyasi bilan shartnomani, tarif asosini talab qiling. 8-nozik tomon. Tarmoqdan uzish masalasi. Agar qarzdorlik bo'lsa, ayrim xizmatlar bo'yicha ogohlantirishdan keyin uzish qo'llanishi mumkin. Lekin bahsli qarzdorlik bo'lsa, siz shunchaki jim turmang. Ariza bering. Qarzdorlik bo'yicha nizolashyapman. Tekshiruv tugamaguncha chora ko'rmaslikni so'rayman deb yozing. Agar siz umuman murojaat qilmasangiz, tizim sizni oddiy qarzdor sifatida ko'radi. Harakat qilgan odamning huquqiy pozitsiyasi kuchliroq bo'ladi. Endi eng kerakli qism. Siz hozir amalda nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Barcha kommunal xizmatlar bo'yicha shaxsiy hisobingizni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi, boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat. Mobil ilovaga kiring, shaxsiy kabinetni oching. Qarzdorlik bormi? Oxirgi to'lov qachon o'tgan? Hisoblagich ko'rsatkichi qanday? Shuni yozib oling yoki skrinshot qiling. Har bir xizmat bo'yicha alohida papka ochsangiz ham bo'ladi. Ikkinchi qadam, hisoblagichlarni suratga oling. Elektr, gaz, suv hisoblagichining umumiy ko'rinishi, raqami, plombasi ko'rsatkichi aniq ko'rinsin. Suratga sana chiqib tursa yaxshi. Har oy bir xil kunda rasmga oling, masalan, oyning 25 kuni. Bu oddiy odat keyinchalik sizga juda katta yordam beradi. Uchinchi qadam. To'lov cheklarining hammasini saqlang. Bank ilovasidagi cheklarni telefoningizda alohida papkaga yuklab qo'ying. Qog'oz chek bo'lsa rasmga oling. Ayniqsa katta summalar bo'yicha chekni yo'qotmang. Chunki ko'p nizolarda birinchi so'raladigan narsa to'laganingizni isbotlang. 4-qadam, agar qarzdorlik asossiz deb hisoblasangiz, og'zaki tortishmang, yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin. Mening falon xizmat bo'yicha shaxsiy hisob raqamimda
falon miqdorda qarzdorlik ko'rsatilmoqda. Ushbu qarzdorlik qaysi davr, qaysi hisoblagich ko'rsatkichi, qaysi dalolatnoma va qaysi hisob-kitob asosida shakllanganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Asosiy hisoblangan summa bo'lsa, qayta hisob-kitob qilib shaxsiy hisobimdan chiqarishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, shaxsiy hisob raqami, to'lov cheklari, hisoblagich rasmlari, oldingi javoblar nusxasini ilova qiling. 5-qadam, murojaatni qayerga berish kerak? Birinchi navbatda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning hududiy bo'limiga, elektr bo'lsa hududiy elektr tarmoqlari, gaz bo'lsa gaz ta'minoti, suv bo'lsa suv ta'minoti, issiqlik bo'lsa issiqlik korxonasi, chiqindi bo'lsa sanitar tozalash tashkiloti, uy boshqaruv bo'lsa boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat. Agar javob qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi organlarga, mahalliy hokimlikka, prokuratura yoki sudga murojaat qilish mumkin. Lekin har bir bosqichda hujjat va javob nusxasini saqlab boring. 6-qadam, ijtimoiy yordamga haqli bo'lishingiz mumkinligini tekshiring. Agar oilangiz daromadi kam bo'lsa, nogironligi bo'lgan a'zo bo'lsa, yolg'iz pensioner bo'lsangiz, ko'p farzandli bo'lsangiz, mahallaga yoki ijtimoiy xizmat markaziga boring. Kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya yoki moddiy yordam olish imkoniyati bormi deb so'rang. Kerak bo'ladigan hujjatlar odatda pasport, oila tarkibi, daromad haqida ma'lumot, nogironlik hujjati bo'lsa uning nusxasi, bank karta ma'lumotlari, kommunal qarzdorlik yoki to'lov ma'lumotlari bo'lishi mumkin. Har bir hududda tartib va ro'yxat biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun rasmiy idoradan aniqlashtiring. 7-qadam, xizmat ko'rsatilmasa, dalil yig'ing. Masalan, chiqindi mashinasi kelmayapti, suv bosimi yo'q, issiqlik berilmayapti, gaz bosimi juda past. Bunday holatda faqat shikoyat emas, dalil kerak. Sana va vaqt ko'rsatilgan video, qo'shnilar imzosi bilan dalolatnoma, mahalla vakili ishtirokida tuzilgan hujjat. Jal markazga qilingan murojaat raqami, fotosuratlar. Shundan keyin xizmat sifatsiz yoki umuman ko'rsatilmagan davr uchun qayta hisob-kitob qiling deb talab qilish mumkin. 8-qadam, katta qarz bo'lsa, birdaniga to'lashga shoshilmang, lekin umuman e'tiborsiz ham qoldirmang. Agar qarz haqiqiy bo'lsa, bo'lib to'lash bo'yicha kelishuv so'rang. Masalan, 2 million so'm qarz bor, siz uni birdaniga to'lay olmaysiz. Tashkilotga yozma ariza berib, oyiga 300 ming so'mdan to'lab boraman deb jadval so'rashingiz mumkin. Bu sizni uzilish, sud xarajatlari va qo'shimcha muammolardan saqlashi mumkin. 9-qadam. Hech qachon noqonuniy ulanish qilmang. Ba'zi odamlar qarzdan qo'rqib hisoblagichni chetlab o'tish, plombani buzish, yashirin ulanish kabi ish qiladi. Bu juda xavfli. Natijada katta jarima, qayta hisob-kitob, ma'muriy yoki boshqa javobgarlik bo'lishi mumkin. Huquqingizni qonuniy yo'l bilan himoya qiling. Noto'g'ri qarz bo'lsa, hujjat bilan bekor qildiring. Haqiqiy qarz bo'lsa, kelishuv asosida to'lang. 10-qadam. Oilangizdagi keksa ota-onangizning kommunal hisoblarini ham tekshirib bering. Ko'p pensionerlar ilovadan foydalana olmaydi. Qarzdorlik qanday shakllanganini bilmaydi. Kim nima desa ishonib to'lab yuboradi. Siz farzand sifatida oyda bir marta ularning elektr, gaz, suv, chiqindi hisobini ko'rib qo'ysangiz, katta muammoning oldini olasiz. Demak, eng muhim xulosa shuki, kommunal to'lovlar hamma uchun butunlay bekor bo'ldi deb tushunmang. Iste'mol qilingan elektr, gaz, suv, issiqlik va boshqa xizmatlar uchun to'lov tartibi saqlanadi. Lekin asossiz qarzdorlik, noto'g'ri hisob-kitob, noqonuniy pensiya xizmat ko'rsatilmagan davr uchun yozilgan summa. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bo'yicha yengilliklar alohida tartibda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Sizning asosiy qurolingiz hujjat, chek, hisoblagich rasmi, yozma ariza va rasmiy javob. Agar sizda kommunal to'lov bo'yicha kutilmagan qarz chiqqan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi xizmat, qancha summa, qaysi hudud? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoni like qiling. Yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onangiz, qo'shnilaringiz va ijarada yashayotganlarga foydasi tegadi. Kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday muhim yangiliklarni men sizga shov-shuv emas, aniq tartib, oddiy tushuntirish va amaliy maslahat bilan yetkazib boraman.